Amir Avtosavdoda arzonga Nexia 2 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 2014-yil 280 ming kilometr masofani bosayotgan Brolta Lux bez konditsioner varianti mashina turishda go'zal holatda turibdi. Klassik holatda oldi kapot, bitta krылоda bor ekan. O'zingiz uchun bir qator ko'rsatib tekshirib olasizlar. To'rtta brollar yangi holatda turibdi. Mashina yaxshi. Salon qismidan ko'rsataman. Salonlari ham akkuratli bo'lib turibdi. Yaxshi chexollarni kiygizib, ko'rlarni so'yib qo'yibdilar. 280 ming probek. Oka o'zlari minib yurgan mashinalar ekan, o'zlari generalniy ekanlar. Yana generalniy dayanasi chiqaversa kerak, o'zingiz bir qator tekshirib kuzatib olasizlar. Mashina kuzovida umuman qilingan, shilingan joyi yo'q. Metan gazda ustanobka bo'lgan 50 nomerda mashina. Motor korobka ходовойларga hech qayerda ishi yo'q dedilar. Mashina minishga tayyor holatda ekan. Oka o'zlari yoshlar ham kattaroq, chiroyli qarab minib yurgan mashinalar ekan. 2014 280 ming yurgan Brolta Lux bez konditsioner. Sizlar maza qilib minishinglar uchun $4350 tushirib qo'ydik. Egalar nomerini qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib barak qilishingiz mumkin.